Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Biz hozir sizlarga endi cho'ng buqalarni tartib ko'rgazib ketamiz. 2 yashar, 1,5 yashar, 3 yasharga cheyingi buqalar. Bunday basaveraylikchi. Kimingizniki kushul? Egesi yo'q o'sha. Esi yo'q bugun. Qancha bo'ldi? Qalash ko'rdi. Ko'rib shuni. Kimingizga qarashdi buqalar? Qancha bo'ldi? 100 mingga olindi, sotildi. Hozir shashpay turing, bu yoqda tortib olib o'tib ketaman. Buni esi keyin shu lokal. 100 mingga berilmaydi. 100 mingga berildi. Bolasi mana. Yine bola. Bola. Yonga bo'lam qolib ketmasin. Qancha yoshda? 3 yashar. Janidagi kimisi onda? Ha? Qaysi? Bolasi deydi. Ha, yine bola mana. Ular talada qolganda. Yaxshi, bozoringizlar bersin. Shunday bo'laveringizlar. Eng yaxshi. Ancha tomashada kerak. Jasharaslar ko'p kulib turingizlar. O, shu sotildi-mi? Voy, o'zi mana 100 ga kirgan prosta. Ha, tisi shunday. Qancha bo'ldi shol? Aka? Ha. Qancha bo'ldi? 80 ming. Sotdingizmi? Jaldimi? Nasib qilsin mana. Shuni shularga 80 ming so'mga olibdir. Mana biz yuraylikchi. Assalomu alaykum taqsirlar. Bu kimingizniki? Sotilibdi mana shu. Qancha? 105. Shved deysizmi? Shvedskiy poroda. 105 mingga sotib turibdi. Shvedskiy poroda. Torpoq bu bularlar. Bu torpoq ekan hali. Yash qanchada? Shvedskiy poroda 105 mingga sotibdi. Yaxshi. Ya nos chigaydi ekan-da. Assalomu alaykum. Yaxshisizlar? Qanchadan bo'ldi shu? Aeroportlar. 95 dan bo'ldi. Siznikimi? Ha. Yash qanchada bular? Torpoq bo'lsa kerak bular. 102 chiqdi. 95 ming ekan. Buljoqcha. Sotildimi? 118 berildi. Bu joyda ham sizlarga nimaga muvofiqlarni hozir aytib ketamiz. Qancha bo'ldi aka shu? 78. 78 mingga so'rashdi, ha? Beralaksiz nimaga? 78 mingga. 78 ming manga so'rashdi. Yaxshi bozoringiz bersin. Mana o'tib ketamiz. Assalomu alaykum. Bu qaysi paroda bu? Mana shu odam tortqin. Batkendan oshmagan, merga kelib. Qanchaga so'rayapsiz? Ayting. 80? Yash qanchada bu aka? 1,5. Parodasi qanday? O'zim oldim. Jeni qo'ydi. 80 ming baga so'raldi. Soda bo'ldi buni. Yaxshi, bozoringizlar bersin. Aeroport ulgusundagi buqalar, uylardagi ko'p kiribdir. Assalomu alaykum. Qancha bo'ldi aka shu chekadagi? 95 kam. 95 ming kam bor. So'rashdi, so'rashlar. Yaxshi so'rashlar ekan. 95 mingga na tegiza bordigan? 590 dan kam. Boylari birday ekan, qarangizlar, hurmat ko'rsam, 4-dan boshlab. Ular ikisini bir qarich. Ikisini ekan, 1, 2, 3, 4, 95 ming, 90 mingga. Bunda shu 95 ming bor ekan. So'ralgan bor, ha? Yo'q. Aytilish bas 95 ming. Bu uchovi 90 mingdan ekan buna. O'zgondan kelibdir. Aka. Yaxshi bozoringizlar bersin. Men ham kishini kerak. Bir jasharlarga o'tamaymi? Top olib. Assalomu alaykum. Torpoq qancha aka torpoq? Torpoqmi? Ha. Torpoq ora 40 mingdan. 40 mingmi? Mana aka, shunday torpoqlar 40 mingdan ekan, erkak torpoq deb qo'yapman. Bizda navaz deb qo'yadi. Navazinglar nima deb kommentariyaga yozganlar, o tushunmaganlar, bizda erkak torpoqni navaz deb qo'yadi. Turab aka? O'giz deb meni aytadi. O'giz deb? Ha. Puchman aytadi shunda? Молодец, biladigan ish qiladi.
Bilbesek sizler үйretesizler da. Bozarda жүрген күшті бакалар. Қанша болды ака? Қайсыны алдыңыздар? 61-64. Жақсы, мынакей. 61 мың болып тұр, беркісі. Нарқысы 64 мың. Qadamjoy media va. Qadamjoy media. Qayerdan bo'ladi? Оқынадан. Розбеков айлы. Неге әме бұл 61 нарқысы 64 өкө бірдей болса, же светі башқаша болғаны қала? Etiga qarab, etiga qarab. Mana qalay. Бұл кішіне еті мұндайра екен. Мана шакам, чисті дейқанна, мана тұрышыны қараңыздар. Оқынан дейқан. Ақшаны алып, шайыр. Билет алып өрбеңенен кейін, сіз дағы мұны сатқаннан кейін. 20 тақылып, 30 тақылып. Қазір ағалың. Biz qana жүрөйлүчү. Кичинекейраак торпокторду тартып көргөзөбүз. Калмион базарыга түнү келгенбиз, урматтуу көрүүчүлөр. Атайы ушул жерде машина деле уктап түнөйлү деп. Мына сиздер үчүн биздин кызмат. Ошон үчүн сөзсүз көбүрөөк лайк басып коюңуздар. Sizlerden eşlik etmeyet. Assalamu alaikum. Torpaq qancha aka? Torpaq 42 mingga olib foyda berdi o'tadi. Жақсы, жаңы жипменен алып тұрман акасы. Qanchaga berdi o'tadi? Bilmem, o nar жақта сөйлешіп o'tadi. Жақсы, базарыңыздар берсин. Assalamu alaikum. Жашыл күртке кийген акабыз. Qancha torpaq? 46-ға беріп отырмыз. 46 мың болып тұр ушул. Еркек торпақ деп қояды мына. Новаз деп қояды бізге. Мына бұл жерде жанағылар Герефордтардың торпақтары. Қанша екен ака? Қанша торпақ? Endi keldik-da biz. Қанша торпақтар ака? Shu egasi yo'q. Мынау ака egasi? Egasi yo'q. Qanday жақсы. Egasi qanday жақсы берешен, ha? Ruscha gapiradi deyapti, Xudoydan avval shu turgan. Assalomu alaykum. Qancha ekan bu torpaq? Torpaq Erkek torpaq. 45 ming so'm ekan. Aytilish bo'lsa, so'ralgan bo'lsa 37,5. Shunday torpaqlar bozorda 37,5 ming bo'lib ketganda, qancha oyliklar? Bir yaşarga jetelik. Bir yaşarga jetelik. Бұл дағы шондай ба? 41 болды. 41 мing баға сұрап тұр. Қара түсті болғандығы үшін бе? Жақсы, базарыңыздары берсін акалар, біз азыр ошыл торпақ сұрайық қандай екен. Ассаламу алейкум. Бұл ұрғача торпақ? Қанша шыл? 29'dan bölmedim. 29 мing болып тұр ұрғач торпақтар үшіндай. Қанша айлық бұлар? Yaşıga жетіп тұр мұна. 29 мing ба. Қысқасы 30 мingден екен да. 30-35 а? Бойына қарап. Үшіні менен біз видеоны аяқтадық. Сөзсіз каналға хат алып қойыңыздар. Калмион базарға келіңіздер. Еш келбегендер болса. Жақта дағы сода болып отады. Үшінді тақ бір қойылшы қаны. Qadamjoy media. Qadamjoy media. Karavanga o'tamiz ham. Yo'lni tezroq o'ngdoyli. Sharaq obyezdda. Oldingizmi aka? Qancha bo'ldi? 30 ming. Endi nasib qilsin aka buni. Torpoqda olib. Bir g'ash torpoq ekan 30 mingga. Xush. Nasib qilsin.